Assalomu alaykum Cherry Adaymaster Buxoro avtosalon obunachilari. Bugun sizlarga namoyish qilib ko'rsatadigan mashinamiz Ariza 6 Pro bo'ladi. Bu ikkinchi pozitsiyasi bo'ladi. Nimaga ikkinchi pozitsiya deyapman? Diskalardan farqlab olsangiz bo'ladi. O'zi Ariza 6 da 3 ta pozitsiyasi bor. Bu 1.5 turbina motorlik, polni ichlari kojani salon bo'ladi ko'rayotganingizdek. Oldi faralarini ko'rishini ham qarang, optikalari qilingan. Oldi mordasi ham chiroyli ishlangan, juda Lexus morda deydi ko'pchilik buni. Ranchasi ham qora, jemchug, bizda oq, qora va metallik ranglari bor. Bemalol kelib, tanlab olsangiz bo'ladi. Xo'sh, obunachilar, ichini bitta ko'radigan bo'lsak, ichlari polni kojani qilingan, rullarigacha multimedia, sportivniy rullar qilingan ko'rayotganingizdek. Endi mashinani bitta ochib ko'rsatamiz. Beskuluchovoy dostuplari o'zini, mashinamizni ko'rayotganingizdek. Polni multimedia ko'rayotganingiz, EcoSport rejim deysizlarmi, kojani salon deysizlarmi, yonishlarigacha bir ko'rsatamiz endi. Mashinamizni juda elektronniy bo'ladi, multimedia, kruz kontrollari va o'zini multimediani boshqarish, ya'ni monitor boshqarish, plus rulida abagref va ikkita oldi sidiniyada abagreflari bo'ladi. Chap tarafimizda torpedaning ustida EcoSport rejimlari, ya'ni eco rejimda va sport rejimda haydasangiz bo'ladi. Eco rejimda rasxodlari 6 ta 6,5 ta shahar ichida rasxod qiladi. Danligi kamida 5 litr, 5,5 litr rasxod qiladi mashinamiz. Torpedaning ustini ham ko'rayotganingizda plasmas emas, o'zi kojani qilingan, o'zi inomarkaligi ham bilinib turadi mashinamizni ajralib turishdan. Bu mashinamizda ikkinchi pozitsiyada zadniy kameralari, orqa kameralari va sidinyalar polni kojani qilingan. Orqa salonga keladigan bo'lsa, sizlarga aytdim, polni koja qilingan deb. Sidinyaga o'zi chixol, hech nima shart emas va orqa deflektorlari qo'yilgan mashinamizda. Kolonkalari akustikaga keladigan bo'lsa, juda zo'r ishlangan, Cherry'ning o'ziniki. Mazza qilib muzikalarni eshitib ketasizlar. Kuzovlar polni zanglamaydigan bo'ladi, xavotir olmasanglar ham bo'ladi undan. Va saka diskasiga keladigan bo'lsak, 17 razmerda saka diska bo'ladi polni. Tormozniy sistema o'zi kolodka va diskalik bo'ladi. Sizlar aytayotgan baraban emas o'zi. Mahalliy mashinalarni ajralib turishi ham o'sha yerdan bilinyapti, ko'rayotganinglarda. Va orqa mordasiga keladigan bo'lsak, ya'ni orqa abrisovkasiga keladigan juda chiroyli ishlangan Cherry yozuvlari, Ariza 6 Pro, polni LED texnologiya qilingan orqalari va orqa partronik va orqa kameralar bilan iborat. Orqa mordalari juda chiroyli ishlangan, splashnoy yonadi mashinamiz va knopka bilan ochiladi. Endi aziz obunachilar, bagaji ham bitta kvartira hisoblanadi, juda kengina va bemalol propan qo'ysanglar bo'ladi mashinamizda, zapaska joyiga propan, xohlasanglar metan qo'ysanglar bo'ladi. Birinchi pozitsiyaga asosiy odamlar oladi, metan qo'yadi. Ikkinchi, uchinchi pozitsiya 1.5 turbina motor bo'lgani uchun propan tavsiya beramiz bizdan o'zimiz. Nimaga? Propanning oktani benzin bilan bir xil. Va yopirishlari ruchnoy va orqa kamerasi o'zini ko'rayotganinglardek va orqa partroniklar bilan qo'yilgan. Ya'ni zadniyaga urgan paytingiz orqa 1 metrlik joydan bemalol datchiklari o'zini xabarlarini beradi. Mashinamiz sedan, bu ikkinchi pozitsiyada ikkinchi marta aytaman. Endi oldin motorlarni ham bir ko'rsatib yuboradigan bo'lsak, motor ochishlarimiz juda chiroyli, ya'ni oldi motor ichi ishlab chiqarilgani bo'lsa, ko'pchilik aytadi Xitoy mashina deydi buni. Biz sizlarga to'g'ri tushuntirib beramiz. Kompaniyaning o'zi Xitoy. Cherry o'zi Xitoy. Lekin kuzov, motor va maynasi, ya'ni miyasi o'zimiz tilda aytganda nemetskiy mayna bo'ladi, nemetskiy kuzov bo'ladi, Avstriya motor bo'ladi. Shu motorlarni ham ochib ko'rsatadigan bo'lsak, 1.5 turbina motor, sizlarga aytganimdek miyasi Germaniya miyasi bo'ladi va kuzovlari polni Germaniyaniki bo'ladi. Kuzovlari zanglamaydigan materialdan ishlangan va obshipkalari 40%, 35% shumkalari qilingan motor va eshik tomlarida mashinamizni. Ko'radigan bo'lsanglar, xudo xolasa, obunachilar kelaverasizlar salonimizga. Oldi mordasi ham xud chisti Lexus. Salonimiz asosiy shu Buxoro shahrida ikkita tochkada bor. Kogon Geofizika Emir restoran to'g'risida. Hozir video olinayotgan joy bu Buxoro shahar, Sitora moshin bozori hamma bilsa kerak. Shu moshin bozori to'g'risidagi avtogarodovga kelaverasizlar, Cherry Adaymaster Buxoro sizlarni kutib oladi. Xudo xohlasanglar, mashinamizga xohlaylar 25 million foyda asosida naqd pulga yoki avtokreditga xarid qiling yoki o'zining narxini bo'lib to'layman desangiz, bemalol 5 yilgacha bo'lib to'lasangiz bo'ladi va bundan zo'r uslublar sizlarga faqat Cherry Adaymaster Buxoro tavsiya qila oladi.